yurak qon tomiri kasalliklari, bo'g'im og'riqlari, qandli diabet, oshqozon va ichak faoliyatining buzilishi, ginekologik va urologik hamda shu kabi kasalliklarga shifo topasiz. Bularning barchasini tabiiy yo'llar bilan bartaraf etishni istasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan 1336 metr chuqurlikdan sizib chiqadigan Havotog' shifobaxsh suv orqali davolanishadi. Bundan tashqari bemorlarga sog'lig'idan kelib chiqib, parafin, massaj, balchiq, issiq qum, tuz g'ori va hijoma kabi ko'plab muolajalar qilinadi. Siz ham o'z salomatligingizni hech qanday dori vositalarsiz, shunchaki shifobaxsh suv, toza havo, go'zal tabiat orqali davolashni istasangiz, hoziroq pastdagi havola ustiga bosing yoki ushbu raqamlarga murojaat qiling. Odamsiz yonimda odam o'zi yura olmasdim. Hozir o'zim chiqib keldim mana ko'chalarga-da. 6,5 saqirim. Shunga mana suvlaringiz saqirdiki ekanda buni. Endi men kecha ana bilan gaplashdim, endokrinologman Toshkentman ham. Shunaqa dedim, aka dedi, suvdan olib keling dedi. Erta men olib ketaman. Analiz qilamizdan qani saqirtishiradigan nimasi bo'lsa men aytib hamma odam shaqay deyman dedi. Men telefondasi qo'yib ham beraman sizga. Kelsin, ko'rsin. Har kimni o'zini boshidan kechirgani boshqa. Men hassa bilan kelganman. Endi hassani ham tashlab qo'yaman endi. Hassasiz yuraman nasib bo'lsa. Insult menim keladi. Ko'rdingizki, yura olmasdim-ku. Hozir yaxshi yuryapsiz. Hozir o'zim chiqib kelyapman ko'chaga-da. Mana Rashid opam ko'rdingizmi? Ikki hassasini ham otib yubordi. Men bunaqa kayfiyat bilan kelgan yo'qdim. Yaxshi kayfiyat bilan nasib etsa qaytaman. Bularimiz bu dunyoda Alloh uchun amonat. Harakat qiling, yana har yil ana shu yerga bir marta ro'zg'orimizdan biz ayollar ortib, o'zimiz uchun yashash uchun mumkin kelishimiz kerak. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin, bularga ming rahmat. Men bormagan joyim qolmagan, bormagan sanatoriyam qolmagan. Quri dori-dorman shu yerda. Hayır, Havotog' sanatoriyasi. Bag'rimiz har doim sizlar uchun ochiq, azizlar.